Bir do'stimiz ancha muddat choyxonaga kelmay qo'ydi. Shunda chetroq o'tib unga telefon qildim. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? 2-3 marotaba kelmadim deb so'rasam, ozgina puldan muammo bor edi. Borishga uyalmayman dedi. Shunda hayron bo'lib menga qarab, bizani kurgimizdan qanaqaligini bilasan. Agarda puling bo'lmasa ham shunchaki kelar. Oxirida indamay tursang, o'rning kimda to'laveradi. Ja bo'lmasa men borman-ku dedim. Keyingi safar aynan aytganimdek bo'ldi. Choyxona tugadi, bolalar bilan pul to'lanadigan vaqtda u indamay turgan edi. Endi to'laveraman degan mahalim boshqa bir do'stimizni tushunib hammasini o'rniga uni o'zi to'laverdi. Shundan so'ng bizani ikkalamizni oldiga chaqirdi-da, "Alloh rozi bo'lsin sizlardan do'stlarim" dedi. Gap bu haqida emas edi. Keyingi safargi choyxonada esa hammasi odatdagidek bo'ldi. O'zi to'lab chiqib keta oldi bemalol. Lekin aynan o'sha kuni mana mashina ustaxonada bo'lgan sababi u bilan birga ketadigan bo'ldim. Bilasizlar, bizning Toshkent shahrimizda ba'zi bir hududlarda marshrutli taksi yuradi, Damas haydashadi. Mana bu do'stim ham mana shunaqa marshrutli taksi haydardi. "Okey" dedim. Mashinaga o'tirdim-da, bir ajoyib holatga duch keldim. Damasni o'rtasiga qog'oz yopishtirib qo'ygan ekan. Agarda pulingiz bo'lmasa, indamay tushib ketavering. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ko'rdingizmi? Atrofingizdagi do'stlaringiz sizga qanaqa ta'sir ko'rsata oladi? Agarda ular Allohni tanigan bo'lsa.